Lekin agar his qilinayotgan jismni sezish vositasi orqali o'rganishni keltirib chiqarayotgan istak jismoniy va ruhiy ta'sirning dalili bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda mutafakkirlar fikrlarini ham aytib ketish kerak. Mashhur rassom Yuan rassom idrokining o'ziga xos tomoni shundaki, u diqqat bilan hayotdagi hamma oddiy va oddiy bo'lmagan, hamma ifodali va bir xil narsalarni ko'rib egallay olishi, belgilay olishi va o'z asarida aks ettirishi kerak degan ekan. Qadimgi Sharq mutafakkirlari keyinchalik 17-19 asr faylasuflari ham faqatgina inson hamma narsalarni estetik va jismoniy o'lchovidir deb ta'kidlagan ekan. Bolaning hayotida atrofdagi sharoitning muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida Suxomlinskiy ham ta'kidlab o'tgan. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning estetik rivojlanishi boshqariladigan va shakllantiriladigan jarayondir. Shu nuqtai nazardan Leonteva, Zaporojets, Plerina va maktabgacha tarbiya sohasidagi boshqa mutaxassislar ham ilgari turar ekan. Abu Ali ibn Sinoni Bilim kitobi haqida gaplashamiz. Qayerda idrok bo'lmasa, o'sha yerda rohat ham, azob ham bo'lmaydi. Demak, birinchidan bizda ikki ko'rinishda bo'ladigan idrok bo'lishi kerak. Birinchisi tashqarida yuzaga keladi, his tuyg'udek. Ikkinchisi esa ichkarida, tasavvur va ong shaklida bo'ladigan. Bolalar atrofdagi narsalarga juda ta'sirchan bo'ladilar. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotining joylashishi, jihozlanishi katta ahamiyatga ega. Har bir inson o'zgarishlarga qodir. Bolada esa bu juda kuchli. Bolalar hayotida alohida lahzalarni eslatishning o'zi kifoya. Ularning muhiti o'zgargan vaqtda atrof muhit ularda qanchalik katta iz qoldirishi ochiq ko'rinadi degan ekan Jaloliddin Devoniy. Estetika, demak, chiroyli, ongli va qulay. Maishiy estetika maktabgacha ta'lim tashkilotida bu binoning badiiy jihozlanishi, ya'ni pedagogik ta'sir vositasi, estetik tarbiya vositasi hamda kompleks arxitektorli badiiy masalalarning yechimi vositasi hisoblanar ekan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida har bir bolaning jamoada badiiy rivojlanishi uchun sharoit yaratilishi kerak. Ya'ni jihozlar, interyer, maktabgacha yoshdagi bolalar badiiy tarbiyasi masalalari bilan kelishilgan holda o'rnatiladi. Shuningdek, zamonaviy dizayn talablariga ham rioya qilinadi. Demak, bu texnik estetikaga kiradigan zamonaviy dizayn talablari. Endi maktabgacha ta'lim tashkilotining badiiy bezatilishi o'z-o'zicha muhim, lekin zamonaviy pedagogik masalalarning yechilishi aloqasi bilan bu mavzu yanada oydinlashadi. Tarbiyaga kompleks yondashuv funksional yondashuvga qaraganda katta tarbiyaviy natija bilan ta'minlaydi. Maydonda bo'lish bolani doimo xursand qilishi uchun o'yinga qiziqtirishi, turli xil faoliyatga tortishi, jismonan sog'lomlashtirishi uchun maydonning jihozlanishi bir qator talablarga javob berishi kerak ekan. Bular qanday talablar? Arxitektorli, badiiy va pedagogik talab, barcha turdagi jihozlarning miqdori, maydonning ko'kalamzorlashtirilishi, maydonning, ayvonning, maydonchaning badiiy bezatilishi. Bolalar ijodi uchun idrokning bilish tomoni katta ahamiyatga ega. Bola buyum va hodisaning nomini, tashqi ko'rinishini, shakli, rangi kattaligini
bilishi kerak va uning qaysi xususiyatlari birinchi darajali, qaysilari ikkinchi darajali ekanligini aniqlay olishlari zarur. Pedagogning vazifasi bolani qurishga o'rgatish, ya'ni buyumni uning hamma asosiy xususiyatlarini birgalikda idrok qilishga o'rgatish. Bu masalani yechishning asosini sensor madaniyatni tarbiyalash tashkil qiladi. Sensor madaniyat tushunchasi maktabgacha tarbiya pedagogikasiga Maria Montessori olib kelgan ekan. Ammo oldingi davrlarda ko'pincha faylasuflar hozirgiga nisbatan hissiy tajribaga katta ahamiyat berishgan. Shuningdek, Abu Nasr al-Farobiy insonning bilimlarini egallashi sezgi vositasida amalga oshiriladi. Uning bilimlarini egallash alohida predmetlarni hissiy idrok qilish orqali yuzaga keladi. Bu sezgi bu insonning ko'nglining bilimlarni egallash vositasi degan ekan. Kim? Abu Nasr Farobiy. Bu yerda olimlar fikrlari berib ketilgan ekan, ustozjonlar. Abdulla Avloniyni Gullayotgan o'lka va axloq asaridagi ma'lumotlar har bir yuqori sezgi idrok etilayotgan obyektdan uning o'ziga xos xususiyatning taassurotidan olinadi. Ko'z bu ko'zgu, unda ko'rinayotgan narsaning aksi. Ko'z uning qarshisida turganda tasvirlanadi. Qaralayotgan obyekt yo'qolgan vaqtda agar u yorqin bo'lmasa, uning aksi ham yo'qoladi. His etish bu har bir tekisda tartibga solingan organda harakat qiluvchi kuchdir. Bu biror bir narsa bilan to'qnashish natijasida kelib chiqadigan har qanday o'zgarishni idrok qilar ekan. Idrok etishni boshqarish metodikasi. Tasviriy faoliyatning turli ko'rinishlarida tekshiruv maqsadlari turlicha bo'ladi. Tarbiyachi turli faoliyat turlarida bolalar diqqatini predmetning shakliga, hajmiga, fazoda joylashishiga qaratadi. Keyin rasm chizish mashg'ulotidan oldin predmetning kontur qismlarini alohida ajratib ko'rsatadi. Agar berilgan predmet uchun xarakterli rang bo'lsa, uni ham ajratib ko'rsatadi. Loy mashg'ulotlarida hajmli massa har tomondan o'rganiladi. Uning qo'shilib ketgan va ajralib turgan qismlari ko'rib chiqiladi. Qurish yasash mashg'ulotlarida qismlarning proporsional munosabatlari, ularning o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqish muhim ahamiyatga ega. Ko'zdan kechirish jarayonining o'zi 5 etapni o'z ichiga olar ekan. Birinchisi, predmetni o'z holida idrok etish. Tarbiyachi yorqin obrazli formada predmetni umumiy xarakteristikasini beradi. Ikkinchisi, predmetning qurilishini aniqlash va katta qismlarning o'zaro bog'liqligi. Uchinchisi, predmetni butun holda qaytadan ko'zdan kechirish. To'rtinchisi, rangning ajratilishi. Beshinchisi, tahlil bilan birgalikda ko'zdan kechirish. Oldin katta qismlar, keyin esa mayda qismlarga ajratilishi, ularning formalari aniqlanishi haqida aytilibdi. Olimlar fikrlarini o'qib qo'yamiz ustozlar, kitobni ochib. Men asosiy joylarini tushuntirib ketyapman.